Xoten shahridagi yig'inni tugutib, birdinla Uyg'ur Adilning Xotenda ekanligi yodimga yetdi. Uning bilan ko'rishib, Sabitning xabarini degach, bir oz paranglashib ketay deb viloyatlik partiya maktabiga. Bu Xuangpu harbiy maktabda 3 maslak o'qib, hamda marksizmdan dars berayotgan odamni izlab bordim. Meni ayoli qarshi oldi. Afsuski, emas chog'da kepsiz, dedi u, o'kinishga o'xshamaydigan ovozda. Atishqa ketganti. Sabit apandi degan bir sheram tuqquni ham koni do'sti Urumchidan yurtga inib ketdikan. Shuning bilan ko'rishgach, yurtga berib kelay deganti. O'zimi yurtga bormag'ili 50 yil bo'ptikan. Bu xabar meni avval bak mayuslantirgan edi. Keyin o'ylasam, bu mu yaxshi bo'pti. Uni atishdan topsam, texmi yaxshi emasmi deb o'ylab bir oz jon kirdi. Xonimi mening kimligimni so'rab bilgandan keyin mening Uyg'ur Adil bilan suhbatlashadiganligimni jazm qildi bo'g'ay. Har narsani so'rsangizmi mayli, ammo madaniyat inqilobidagi hayot haqida hech og'iz ochmang, sizdan o'tinib qolay, dedi haqiqatan jiddiy bir andishi bilan. Buni tilga olsangiz, uning kesil tutib qolsa chatoq bo'ladi. Mush gaplar bilanla bu peshqadamning madaniyat inqilobi jarayonida qanchalik og'ir qiyin qistoqlarga uchraganligini, hatto nervi sezguligi eshib ketib, shu haqda gap bo'lsa-mu ko'tiramas darajaga kelib qolganligini his qildim. Uyg'ur Adil bilan Obiddinning uyida uchrashdik. Uning bu yerda bo'lib qolishining sababi o'lim ma'rakasi edi. Eg'ir kasal bilan yotgan Obiddin o'ri bo'lolmay, oxiri omonatni topshirgan ekan. Uyg'ur Adil nimkashroq chiman do'ppi kiyib bo'lib, usti beshining ratlikligi uning harbiy xarakterini ochiq ko'rsatib turadi. O'ttiri bo'yidan sal kichik hisoblanadigan bo'yi yana bir oz mukchayib qolgandek qiladi. Uning ashu chaqqang'in vujudi bilan u besib o'tgan hayot musofirlarini birlashtirib tasavvur qilganda haqiqatan moslashmaslik kelib chiqadigandek edi. U qadar mushaqqat, u qadar uzun musofirlarni bu odam ashu qisqa qadamlari bilan qandoq besib bo'ldi ekan? Uning vijih degidekli vujudi ashu tugumas xo'rliq, jabbo mushaqqat va qiyin qistoqlarni qandoqmi ko'tara oladi ekan? Degisi keladi kishining. Sabitning o'qishdagi navralari Sabit, Gulzodlarmu dadasining o'limi uchun qaytib kelgan edi. Hammadanmu ularning ichinishliq yig'isi meni halsizlantiribdi. Menmu kelib g'azidarlarning sepiga qo'shildim. Sho'ruqda o'limning tantanalik uzatilishi bir an'ana bo'lib, 3 yurtdan kichik cho'ng, ayol kamigan qolmaydi. Yana shunchalik odam qabrigacha o'lim uzatib boradi. Jinoza toki qabristonlikqa yetguncha talishib ko'tariladi. Bundaq o'lim murosimi boshqa yerlarda faqat bek katta odamlar, bek mashhur shaxslar uchun ma'qul bo'lsa, sho'ruqda har bir oddiy dehqon mana shundaq dabdabalik uzatiladi. Hozir qadamjoy yurtning ichi, terilg'uyani egilagan qabristonlik bo'lg'ashqa davomli kengayish imkoni yo'q edi. Shunga Bo'zdog' bag'ridagi soyga, kichik to'piliklarning ustiga yangi qabristonlik barpo qilinayotdi. Obidni mana shu tog' bag'ridagi bir kichik to'pilik ustiga ilib bordik. Ammo sho'ruqning o'lim murosimlarida Sabit bo'lgan bo'lsa, jazman qarshi turadigan bir bid'at qiliq bo'ladi ekan. Qabri beshida bir muncha qarilar tuproq ustida tiz cho'kib Qur'on o'qiydi ekan. Bu bir necha oyat yoki sura o'qib qo'yish emas. Qur'onni butun o'qib tugatishdek jiddiy bid'atlardan biri edi. Men hech kim tonimaydigan yot kishi sifatida bo'lganimdan bid'atga qarshi og'iz ocholmadim. Faqat kechda Uyg'ur Adil bilan birga Ablahning uyida qo'ng'ili kirganimizda Ablahga bu haqda og'iz ochdim. Uyg'ur apandi bilan toki Ablahning uyiga qo'nishga kirgandila rasmiy so'zlashish fursatimiz bo'ldi. Men Sabit apandining shogirdi İlyas bo'laman, deb qaytadan qo'limni sundim. Ondan o'zimning kimligini qisqacha tanishtirib bo'lib, Xotanga ish bilan borgan edim. Shu fursatda siz bilan ko'rishib ketay deb istadim. Baxtga qarshi siz bu yoqqa ketib qopdigansiz. Nima ish bilan izdigaydingiz? Har holda biz tanishmaydik-ku.
Shundoq deyishkimi bo'ladi. Ammo men sizni tanıyman desammi bo'ladi. Chunki 80-yillarning boshlarida Sabit apandi bilan tanishib qolgandik. Shundan beri doim ham suhbatda bo'lib keldik. Parang arasida sizning haqqingizda so'z bo'ladi. Shunga siz hayot turganda o'zingizni bir ko'rmak orzuyim bo'lib qolgan edi. Ha, mundoq gapdan. Uzoq jimib ketdi. Ondan eg'ir xursunib. Sabitni ko'rmaganimga 20 yildan eshibdikan. Atışqı geldi deb anlab ko'rishay deb kelsam, oq-oqidan bu kelishmasliklarni ko'rib o'tiribdiman. Mana. Sabit sizga butun hayot hikoyasini so'zlab beribdi-da. Shundoq desam bo'ladi. Sizning hayotingizning asosiy bo'ligini so'zlab berdi. Taki siz xotanga surgun qilinguchi bo'lgan orliqcha. Ha, tushundim. Siz undan keyin nimalar bo'lganligini so'ramoqchi ekansiz-da. Yo'q. Keyin bularni so'rashdan voz kechdim. Sizni avora qilishdan o'zimni tortib qoldim. Xonimim sizga bir nima debdi-da. Shu. Endi qiziqmay qilishingizning sababi shumi? Umu ba, yana bir tarafdan deganda bunisini tasavvur qilg'ili bo'ladigan bir ishlar. Undan keyingi ishlarni so'zlab bersingizmi bo'ladi? Masalan, shundan keyin hayotingiz muqim bir iqimga tushib, xotirjam bo'lib qoldingizmi qandoq? Sizce shundoq bo'ladimi? Mumkinmi bu? Kommunist bayada, Xitoy bayada bu mumkinmi yani? Yeni parakende bo'ldingizmi? Buni hech tasavvur qilmagan edim. Sabit to'g'ri qilgan. Asli qutulish yo'li u. Ammo bizlar kichikkina manfaatni deb davomli Xitoyga taqdirimizni bog'lab qo'yg'achqa, shuningdan boshqacha bo'lishi mumkin emas edi. Shayx Said deydi-ku, podshohga xizmat qilishning ikki tarafi bor. Ham non umidi, ham jon qo'rqinchisi. Shayx Saidi Gulistondan, Abdurdan. Man shundoq. Menga yana bir kelishmaslik 1983-yilda keldi. Voy, nima uchun? Bu yillarda qalaymaqanchiliklar o'tib ketgan tursa, 3-umumiy yig'indan keyingi chog'larda ha? Voy ifkom. Bizga umumiy yig'inning 30-si echilsimi hech bir farqi yo'q. Nima bo'lsin, pila vaqasi deydigan bir cho'ng delo yuz berganmish. Meni shu deloga chetishtiqi bor deb tutib, Urumchiga olib 1987-yili muallifga so'zlab bergan kechmishidagi yana bir mazmun pila vaqasi delosiga chetilib Urumchiga olib berilganligi edi. Abdurdan. Chetishlik hamma odamnimi yoki faqat sizni Urumchiga olib bordimi? Bilishimcha, menila boshqalarni ko'rmadim. Balkim olib borganda yoki yo'q. Nima qildi keyin? Bir necha oy qiynashdi. Ammo so'ralgan savollar pili bilan aloqasiz edi. Ha, demak, bu bir bahona, asli g'araz boshqa ekan-da. Shundoq bo'lishi mumkin. Bir qancha oydan keyin yana aeroplan bilan Xotanga olib tashildi. Xizmatimni davom qilaverdim. Ko'rdingizmi? Kommunist degan shu. Umuman Xitoy degan shu desingizchi? Dedim tuzatmoqchi bo'lib. Shundaqla ko'nglimga uning yanala Gomindangni yomon degisi kelmayotganmidir deganlar kechdi. Sabit apandining kishi hamon o'z hayotidagi eng yuksak martabasini, eng baxtli bo'lgan kunlarini eslab, shuning bilan faxrlanadi. Hamda bu kunlar uchun sabab bo'lganlarni yaxshi ko'rish tuyg'usi o'chmaydi degan so'zlarni ixtiyorsiz esimga oldim. Bu xiyollarimdan keyin suhbatga qaytib, toza qiziq ish bo'pti. Urumchidagi chog'da Sabitkan bilan ko'rishishga imkoningiz bo'lmabdi-da. Endi demoqchimanki, gunohsiz bo'lib qaytish oldida. Yo'q, qaytish oldidimi, sen gunohsizkan degan ish bo'lmadi. Ilib mangdi, aeroplanga chiqadi, keyin uyga kelib tashildi. Ajab yuzi qilin haqda. Mana shundoq qilib, Ablahning uyida tong-otog'i yaqin qog'ich paranglashib chiqdik. Atiganda men Ablah bilan bomdod uchun masjidga chiqdik. Uyg'ur apandi o'rnida uxlab qoliverdi. Shu kuni Uyg'ur apandi qaytmoqchi bo'ldi. Men uni qo'yib ketishga ko'nglim unamay turadi. Uni uzatsam, ondan men ketishga niyat qilgan edim. Men balalarni o'zim bilan birga elib ketishga hech ko'ndiramagan bo'lsam-mu, ketadigan chaqqichi ularni qayil qilishga vaqtim chiqadi. Biz hammamiz birlikda jangalga,
Uyg'ur buvayni oxirgi qitim ziyorat qilishga billa bormoqchi bo'lib kelishgan edik. Bu aslida Gulzodaning taklifi edi. U ko'nglim menga shundoq pichirlayotdi. Cho'ng dadam bir yoqlardan qaytib kelib, buvay bilan paranglashib o'ltirdigandekli bir tuyg'u aram bermayotdi. deb bizni bu ishga qoyil qilgan edi. Menmu shu bahonada yo'lga berib kelgicha balalarni o'qishni davom qilishga qoyil qilishni ko'nglimga pukkan edim. Ular oilaning cho'ngi bo'lish sifatida o'qiyman deb o'yin tashlab ketishga ko'zi qiymay o'qishdan qilishga niyat qilyotdi. Ozli qolgan o'qishni tashlab etish bakmi afsuslanarli edi. Gerçi hozir o'lim bo'lgan uyning kayfiyati do'stlikqa aylangan. Bütün yurt bu uyda qaynab, bu uyga tamoq to'shib, yaqinlik ifoda qilayotgan bo'lsa-mu, bularning hammasi vaqtli qizg'inlik bo'lishini. Yana oxirida jahonning musibatdagi oilaning o'z beshiga qoladiganligini. Har kim o'z putida o'rtumisi bo'lmaydiganligini menla emas, kichik Sabitmi biletdi. U ancha romantik emas, real o'ylaydigan odam bo'lgan edi. Uning qarshiliklarga qaramay, bo'g'zining arzusini eslatib, qiyinchilik bo'lsin chidab, o'qishni davom qilish uchun ma'qul keltirmasak bo'lmaydi. Gerçi yerlik xalqlar uchun oliy maktablarning voy deb ketguchiligi yo'q. O'ttir maktabdikini takrorlash va vaqtni mashg'ul qilib o'qidingmi? O'qidim shaklda tutib turish bo'lsa-mu, yanala o'rganishni so'ydiganlar uchun maktab yaxshi edi. O'zligidan tirishib o'rganadiganlarga fursat tepiladi. Gulzodaning tinimsiz og'zining yumilib shuklab qilishi hammadan bak bilinib qilyotdi. Bu ikkisi va Uyg'ur apandi ablahlar bilan yo'lga chiqqanimda men ha deb Gulzodaning sho'x chog'larini seg'inib, uni xushal qilish, qaytadan burunqi mijozini tirildirish ko'ydila avardi bo'latdim. Kechguzning beshi bo'g'ashqa dalalarning ko'rinishimi ko'ngilni g'ash qiladigan holatda edi. Ziraatlari o'rib elingan etislar xuddi tashlab etilgandek ho'huldaydi. O'simliklar oxirgi yeshil ranglaridan vidolashib, hayotning davriylik qonuniyatini namoyon qilib, insonlarga xuddi ajaldan bishorat bergandek yalang'ochlangan tanlarini izg'irin kuz shamolida larzon yig'anglatdi. Ruhimdagi ko'ngilsizliklarni yengilgan tabiatning ko'ngilsiz turqi menga Sabitning hikoyasidagi jimiki milliy fojialarni, baxtsizliklarni eslatib, bu tugallangan umumiy hasrat ko'tirgisiz bir yuk bo'lib, yuragimni shunchalik mujudiki, yig'lab etmaslik uchun atrofdan jiddiy tasalli izladim. Cheksiz ketgan ochiqchilikdan menga ilhom, mavhum shodlik va'da qiladigan allanima izlayotgan ko'zlarim Gulzodaning qayg'udan mo'nglangan. Bu mo'nglanish bo'lsa, uni texmi go'zallashtirib, xuddi Shah oilasida o'sgan tarbiyalik, cho'ng sifat malikilarga aylantirib qo'ygandek ko'rinib ketdi. Uning qaysarlik bilan turilgan qo'shimlardan menga yetgudek sehriy jasorat topgandek bo'lib, matamga petib, umchuyib turgan ko'nglim uchun ajoyib tasalliga erishdim. Ko'nglim bir oz ichilgandek bo'ldi. Sharqqa so'zilgan tüp-tüz bo'shliqning sol tarafida manzilgohimiz bo'lgan buvayning jangili ko'rinishga boshladi. Sabitning hikoyalaridan xuddi ashu jangal atrofida, uning sirliq ichkiri qorong'uliqlarida chepishib o'ynab cho'ng bo'lgandek bir xil ichki tuyg'u shakllangachga, go'yo rostilla bu jangalning uzoq o'tmishini o'z ko'zim bilan ko'rgan shohidlardek, ko'nglimga bemalol shundoq bir o'y kechdi. Ilgari bu o'rmon bak uzoqlardan qarayib ko'rinadi va oldimizdagi yerim doira bo'shliq toki ufuqlargacha mana shu chigilishib ketgan o'rmonliq edi. Mana endi qarang, xuddi atratlarning parvish topmagan qog'ijik dillaridek paqpiyib qolgan bir parchasini qopdi. Bizni odat bo'yicha boshlarining tuki tushib toz bo'lib qolgan Shatuti sadoqatman xizmatkordek o'z vazifasiga sodiq holda mehmon keldi degan ovozi bilan kutib oldi. U yana shu oqtaxonaning puchuq temi ustida bichorlik bilan o'ltiradi. Uning ovozimi ilg'i qilib bo'lmas shaklga kelgan bo'lishiga qaramay hammamizga tunishliq bo'lgan odatga ko'ra tushunishayotganligimizni, amaliyotda uning nima deganligini uquli bo'lmaydiganligini hech birimiz o'ylab ko'rmagan edik. Burunlarda Shatutining ovozini anglabla qayerda bo'lsa-mu uyning oldidagi to'g'roq tuviga unadigan buvay.
Şu anda orun tutup yettiğilik boğaşqa istiqbalımızga çıqamaydiganligini biletdik. Şuna onun zəy və yeni uzaq pərvisiz qalğan öylerde buladigan allaqandaq puraqlardan dimiqib ketken öyiga özümüz kirishimizga to'g'ri keletdi. Buni men texi yaqindala bir qaytim amaliyatimdan o'tkazgan bo'lishimga qaramay, bugungi azobliq kayfiyatga qo'shilib, bəkmi yomon ta'sir qildi. Xuddi bayqi xiyolimdek. Men bu yerning avod davrlarini ko'rgandekli edim. Aşı uzoq-uzoqlardan ko'rinib turadigan qeri to'g'roqning hayviti, shildirlab eqib turadigan suzuk buloqlar, minglarcha insonni g'oyib qilib etalaydigan qorong'u o'rmon. Bularga ko'nikkan ko'ngil amdiki bu cho'l darashga chidab turolmay qoldi. Azim to'g'roqning o'rnida uning yiltizini qazib chiqib verish uchun qo'llangan o'rak. O'rak atrofida yiltizdan unib chiqqan yosh notalar kech kuzda yopurmaqsiz bichora ko'rinadi. Igisizlikning tamg'isidek malvaran tarafidan nobud qilinganligi yerim yada tallardan, qayrilib sangilab qolgan tallardan ma'lum edi. Heliqi qarong'u o'rmon o'rnida bo'lsa kichikkina paxmoqchi edik. Ancha-muncha to'g'roq tallari aralash bir vayrona o'rmonchaq qoqshal faslining yetimligini texmi bak gavdalantirib turadi. Bovaydan hal ahvol so'radik. Andin Sabit apandidan bir derak, yangi uchur bo'lib qoldimi yo'q degan savollarimizni so'radik. Bu savolga beriladigan javob hammamizning ko'ngliga besh qo'ldek ayon bo'lishiga qaramay, ko'nglimizdagi zarracha shubhalarga o'rin bermaslik yoki umidlarga aram berish uchun baribir so'ramay turolmaydik. O o'lmadi, dedi bovay yotgan o'rnidan xirildab, zo'rig'i bir xotirjam ovozda. Men texi yaqindala uning bu so'zlarini anglab ketgan edim. Ammo bu so'zni hech jiddiy bir so'z deb qaramasdan, bovayning qiyrilikdan oljagan xiyollari deb o'tkazib etgan edim. Ammo bugun menga uningda jiddiy bir narsa bordek. Yuragim shuvliqib ketdi va hiliqi yo'q hisobdagi bema'ni umidlarim xili xo'p mustahkamlangandek bo'ldi. Allah, shahidlar o'lmaydi, ammo sizlar buni sezmaysizlar degan emasmi? Balkim bovayning demoqchi bo'lgani shu ma'nodagi gapmikin deganlarni ko'nglimga keltirdim. Biroq bu xiyolimni darhol rad qildim. Chunki bovayning so'zlaridimi, ko'zlaridimi bir sir bordek qiladi. O'z ko'nglimni taskin toptirish uchun javobga aniqlik talab qilish maqsadida so'radim. Qayerda? O'rmonlaringizning halolliqi qolmabdi. Qayerda? O'rmonlaringizning halolliqi qolmabdi. Bir o'g'loqning yoshirg'ichligi yo'q. Halolliqi qolmaslik atush shevisi. Bu yerdagi ma'nosi tutmatalang bo'lib ketmak. Ammo bu so'z yana boshqa nurg'un o'xshamagan holat sifatlarni ifodalaydi. Halolliqimni qo'ymadi, juluqimchi ketdi. Halolligi yo'q, ishlatgichiligi yo'q, saq yeri yo'q degan ma'noda avtordan. Dedim to'liq atush shevisida. Mushu sheviga xos bo'lgan halolliqi qolmaslik so'zini ixtiyorsiz og'zimdan chiqarganimni tuyib, xuddi Gulzoda qaqoqlab kulib etadigan va mening qandoqlarcha atush shevisidagi gaplarga og'zim shuncha tabiiy kelayotgan haqida so'q-sho'qi bilan yarim soatlab so'zlab ketadigandek bir xil tama bilan qizga qaragan edim. Uningda yumurliq tuyg'u mangu yo'qolgandek. Musibat kayfiyati to'liq hukmron bo'lgandek, jiddiylikni buzmasdan menga emas, bovayga savolning javobini suylayotgan tarzda tikilgan edi. Bu hol menga tarifligisiz og'ir keldi. Uning pishqan ayollardek jiddiyati bovayni javobga qistaydi. Kim sizlarga Sabit apandi o'rmonga yoshirnib oldi debdi, dedi bovay bizni masxara qilgandek. Amsi qayerda? Bu ortiqcha jiddiylashib ketgan Gulzodaning titrak ovozi edi. Shu zaminda bor. Bu tuproq o'zini so'yganlarni tashlab etmaydi. Ularni bag'rida saqlaydi. Bovayning kajliq bilan ching turib takrorlashidan sehrlangandek hammaylan bir-birimizga qarashdik. Va xuddi Sabit apandi shu onning o'zida o'rmondan chiqib keladigandek eshik oldiga chiqib, uzoqlarga tikilib qoldik. O'rmon o'z holida qoqshal, parvishsiz, igisiz.
Goya ittalıvetken qo'y terisining yo'nlari titilib ketgandek xaroba holati turadi. Aşı rivoyatga aylangan o'rmonlarni buzib, keyingi 30 yilda o'zlashtirilgan etizlarmu ana shundoq sukutga patgan holda ufuqqa qadar tutishib turadi. Güzel o'rmonning o'rnini egilib, uning nobud bo'lishi badaliga aprida qilinganligidan gunohkorlik hissiga patgandek bir xil sukunat xuddi aybkorning tirnoq tatilab turishiga o'xshaydi. Biz bo'lsak, etizlarning ufuq bilan suyishgan girvikiga, u yerdan tadrijiy yuqorilab toki bosh ustimizdagi osmonga qadar sinchilaydiq. Go'yo Sabit apandi ash ufuq siziqidan giganit gavdalik bahayvat odamdek chiqib keladigan va tadrijiy osmon sathiga yeyildigandek sirliq bir tuyg'u iskanjisida qoldik. Ammo ko'z oldimizdagi cheksiz ketgan etizlarda o'g'oq tegmay qolgan bir tal ziroat qo'llari izg'irin kuz shamolida dirildab turgandan boshqa xuddi tirikjon qolmagandek. Jimjitliqi to'liqi bilan o'z saltanatini yoygan edi. 2010 yili 20 dekabr, 2011 yili 2 fevral 1 original bitdi. 2011 yili 1 martdan 4 martgacha birinchi qaytim tuzatildi. 2011 yili 10 dekabrdan 2011 yili 20 dekabrgacha oxirgi qaytim tuzatildi. Kanada, Edmonton.